Kirish. Shaxslar uchun mushohada qilib turgan ushbu asrimizda eng muhim tamoyillardan biri bu shubhasiz iqtisod va moliya hisoblanmoqda. Bu tamoyil zamonaviy insonlar hayotida xuddi yagona omil sifatida o'z o'rni va ahamiyatini his ettirmoqda. Iqtisodning ko'zga ko'ringan eng ulkan maqsadi ehtiyoj hissi bilan insonlarni iste'molga jalb etish ekani barchaga oshkor bo'lib bormoqda. Iste'mol va tasarruf an'anasi insonlarni har tomonlama qamrab olmoqda. Shuning uchun ham mana shu an'ana asosida insonlar o'zlari ega bo'lgan ne'mat, go'zallik va qadriyatlar nomidan nimaiki narsa bor bo'lsa, barchasini suiiste'mol qilishmoqda. Ushbu suiiste'mollarni oldini olish va qutulish yo'li esa o'zimiz ega bo'lgan axloqiy va diniy qadriyatlarga qaytish orqaligina amalga oshishi mumkinligi e'tirof qilinmoqda. Diniy qadriyatlarning tarbiyachisi mavqeida bo'lgan payg'ambarlar o'zlari yuborilgan jamiyatlarda doimo chiroyli ibrat va namuna bo'lishgandir. Payg'ambarimiz Hazrati Muhammad sallallohu alayhi va sallamning namunaviy shaxsiyatlarini va turmush tarzlarini bugun barcha insoniyatga, shaxs, oila va jamiyatlarga yetkazishga kattagina ehtiyoj bordir. Zero u zot sallallohu alayhi va sallamning turmush tarzlari inson hayotining har bir o'rnini va jihatlarini qamrovchi xususiyatga egadir. Qolaversa, u zot sallallohu alayhi va sallamning hayotlarini bilmasdan, shuningdek o'zlari ega bo'lgan fazilat va ustun axloqlarini tushunmasdan dinimizni o'rganish va tushunish imkonsiz ekanligi ayni haqiqatdir. Dar haqiqat Hazrati Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam so'z, xatti-harakat, tutum va qo'llanmalari insoniyat tarixida bemisal, tengsiz bir hayot tarzini meros qilib qoldirganlar. Biz ham ushbu asarimizda Hazrati Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning sodda va oddiy hayotlarini chuqur o'rganishga va hayot tarzlari bilan bog'liq xususlarni yanada yaxshiroq o'rgatilishiga hissa qo'shgan holda, qisqacha qilib aytganda, hayot tarzlari bilan bog'liq savollarga javoblar berishga harakat qildik. Ushbu manba tayyorlanar ekan ko'plab manbalardan foydalandik. Faqat asarning qadrli qiziquvchilari, ya'ni kitobxonlarni qiynamaslik maqsadida ushbu manbalarni foydalanilgan adabiyotlar qismida zikr etish bilan kifoyalandik. Bundan tashqari, ushbu manbani tayyorlar ekanmiz, bizga ko'makchi bo'lgan, mehnati singan barchaga minnatdorchilik bildirib qolishimizni ifoda etishni istadik. G'ayrat va harakat bizdan, muvaffaqiyat va samara esa Allohdandir. Ahmad Yildirim.